Okay, ladies and gentlemen, we move on to bout number 512, which is a men's 90-kilo final. Your officials, Judge 1 from Chinese Taipei. Rasmiylar Guatemala. chaqirilyapti, qadrli do'stlar. Judge 4 from Bulgaria and Judge 5 from England. Your referee from Morocco. Hozir bir narsani tezda aniqlashtirib olishim kerak. Ba'zi internet manbalarida Santos Ribeiro mana shu jahon chempionatida kumush medalni qo'lga kiritganini aytishyapti, yozishyapti. Lekin referilar chaqirilyapti. Ya'ni bu qanday paydo bo'ladi? Sportchi jangdan bosh tortsa, lekin ko'ryapmizki, mana braziliyalik sportchi chiqib kelyapti. Demak, u manbalardagi ma'lumotlar noto'g'ri. 23 yoshli Isai Santos Ribeiro Filho tezlik bilan ringga chiqib kelyapti. E'tibor bering, qanchalik shoshilib chiqib kelyapti. Ushbu sportchi ajoyib texnika egasi bo'lgan sportchi, buni aytishimiz kerak. Shuningdek, juda ham bardoshli jangchi u. Jahon reytingida 5-o'rinda, Braziliyada o'z vazn toifasida 2-o'rinda edi u. Dastlab chorak finalda sohib Boufiyani mag'lub etdi, keyin esa Malachi Georgis va yarim finalda Larin Alfonsoni taslim qildi. To'rabek Habibullayev do'stlar chiqib kelyapti ringga. 2022-yilgi Anjoudagi Osiyo o'yinlari bronza medali sohibi. Shuningdek, 2024-yilda Osiyo chempioni bo'lgan va u o'rta vazn toifasida 2022-yil Lanusiyada, Ispaniyada yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'lgan. Boya aytib o'tdim, Javohir Umataliyev 80 kg oltin medalni qo'lga kiritgan sportchimiz ham o'z vazn toifasida aynan Lanusiyada yoshlar o'rtasida jahon chempioni bo'lgandi. Xuddi uningdek To'rabek Habibullayev ham kattalar o'rtasidagi jahon chempioni bo'lish uchun ringga chiqib keldi. To'rabek Habibullayev 21 yoshda 2004-yilda tavallud topgan ajoyib sportchimiz. Uning bosib o'tgan yo'lini aytadigan bo'lsam, bu jahon chempionatida dastlab Vangelis Nanitsanyanni mag'lub etdi. Undan keyin esa Sagindik Tagambay ustidan zafar quchdi va yarim finalda Emmanuel Reisni taslim qildi. Ringdagi 3-inson ushbu referi, ko'rdingiz uni. To'rabek Habibullayevni ham ko'rishingiz mumkin. Demak, o'sha 3-inson Marokashdan Bashir Abbar. Jang boshlandi do'stlar. Ko'k libosda To'rabek Habibullayev bo'ydorroq raqibidan, lekin raqibining gavdasi kattaroq, zarba kuchli. Tana qismiga zarba yo'lladi braziliyalik sportchi. Habibullayev o'ng qo'l zarbalarini yuz qismiga yo'naltiryapti asosan. Yaxshi demoqda murabbiylarimiz uning harakatlarini. Masofani saqlayapti. Santos Ribeiro. Yana zarba tana qismiga. Habibullayev juda ham yaxshi his qilyapti raqibning harakatlarini, o'qiy olyapti. Ribeiro qisqa masofaga Habibullayev kirishi bilan ikki qo'lni yon tomondan kuchli tarzda yo'naltiryapti, kuchli zarbalar yo'llamoqda. Shuning uchun ham Habibullayev sanchiqlarga zo'r tushirdi mana bu chap qo'l zarbasini to'g'ridan. Sanchiqlarga e'tibor qaratyapti To'rabek Habibullayev. Yana tuta oldi Habibullayev, ikkilik zarba. Ana endi tana bilan chalg'itish harakatlari boshlandi. Habibullayev dominantlikka intilyapti, zarbalar ketma-ket tarzda yo'llandi. Klinch holati, markazga chorlayapti referi. Va eslatib o'tdi, aylanib olish mumkin emas. Braziliyalik sportchi ham jiddiylashyapti. Moya joyida Habibullayevda sinab oldi buni raqib. Va hujum ancha yaxshi ekanligini ko'rib turibmiz Habibullayevda. Ana endi Ribeiro ham zarbalarga kuch qo'shib boryapti, e'tibor bering. Yo'q, klinchda bunday holat kerak emas. Referi to'xtash ishorasini bergan. Habibullayev qo'lni jahl bilan tortgan edi, chunki braziliyalik sportchi qo'lni ushlab oldi. Va referi ham buni tushuntirdi. Yana seriya. Sal provokatsiya qilayotgandik braziliyalik sportchi. Ammo to'g'risini aytish kerak, yaxshi zarba yo'llay oldi. Kuchli zarbasi bor, aytib o'tdim, u kuchli jangchi ekanligini ringga chiqib kelayotganda yo'q, aytdim Habibullayev
tanaga va yakunda bosh qismiga zarba yo'lladi. Bu raundni yutib oladi nazarimda Habibullayev, faqat hali yana ozroq mehnat qilish kerak. Yarim daqiqadan ko'proq vaqt bor. Ribeiro ikkilik bilan qarshi olyapti Habibullayevni. To'rabek so'nggi soniyalarda ehtiyotkorona harakatlarni amalga oshiryapti. To'xtash ishorasi berilgan. Qizil burchak vakili. Mana o'sha qizil burchak vakiliga boshning ortki qismiga yo'llangan zarba uchun og'zaki ogohlantirish. Birinchi raund yakunlandi. Nazarimda biz bu raundni yutib oldik. Kichikroq ustunlik bilan bo'lsa ham, chunki Habibullayev yaxshiroq ishladi. Ribeiro ham zo'r, juda kuchli zarba egasi ko'rinib turibdi. Lekin Habibullayev ham kuchli zarbalar borasida ham o'sha ochko uchun yo'llanadigan texnik zarbalar bo'ladi-yu, masofadan ushlab turib yo'llanadigan zarbalar. Aynan o'shanda ham Habibullayev yaxshiroqdek tuyuldi menga. Mana takroriy lavhalarda ham bu aks etyapti. Faqat raqamlarda aks etish qoldi. Mana 3-2 biz yutdik birinchi raundni. Katta farq emas, lekin muhimi bu raundni o'z foydamizga hal qilib oldik. Ana endi ikkinchi raund. To'rabek Habibullayev. Round 2. Faol boshladi Ribeiro. Ana endi Habibullayev qisqa masofada aniq zarba yo'lladi. Havoda qolib ketyapti Ribeironing zarbalari, lekin mana bunda yo'q. Bunday harakatlar umuman kerak emas. To'rabekning jahli chiqqanini, asabiylashganini tushunish mumkin. Hozir juda ayyorona jang qilyapti braziliyalik sportchi. Faqat murabbiylar salgina ko'rsatma berishadi hozir To'rabekka. Bunday asabiylashib ketish yaxshi emas. Hozirgidek harakatlari agar boyiga zarbasini yo'llab yuborganda bu jiddiy jazoga olib kelish mumkin edi. Ba'zi raqiblar atayin ham provokatsiya qiladi. Bunga uchib ketmaslik kerak. Mana To'rabek javob qaytardi o'z uslubida, braziliyalik sportchining uslubida javob qaytardi. Bu aqlli yurish. Mana Ribeiro hakamga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Ikkilik zo'r, yana ham zo'r. Qisqa masofadagi zarba almashinuvi. Palapartish zarbalari juda xavfli ekan. Filfoning mana bu yerda ishlayapti ikkala sportchi ham tinimsiz. Nimadir bo'ladi. Shu yerda nimadir bo'ladi hozir. To'rabekning jahlini chiqardi braziliyalik sportchi. Ko'ramiz. O'ng qo'l zarbasi, o'ng qo'lning o'zida uppercut davomidan. Mana bu chap qo'l zarbasi juda xavfli. To'rabek esa tegmadi demoqda. Ochiq jang boshlanyapti. Boshlar to'qnashuvi ham bo'lyapti bu yerda. Mana To'rabek aytdi referiga boshni ehtiyot qilsin. Atayin boshini o'rtaga tiqayotgandek ko'rinyapti braziliyalik sportchi. Hoppa. Chap o'ng o'zi ham o'tkazib yubordi, lekin ikkita aniq zarba yo'lladi shu yerda Habibullayev. Tanaga zo'r. Ajoyib bosim, markazni egalladi To'rabek. Yana ikkilik zarba ta'qib qilyapti raqibini. So'nggi soniyalar ikkinchi raund hisobidan. Bu harakatlarni atayin qilyapti braziliyalik sportchi. Yana kutib olish To'rabekdan darhol. So'nggi 10 soniya ikkinchi raundda To'rabek yakunida juda zo'r ishlayapti. Zarbasiga chap berib qoldi. Ikkinchi raund yakunlandi. Ancha hayajonli raund do'stlar. Habibullayev aynan mana shu raundning so'ngida
Belik oxirgi daqiqasida katta ustunlik bilan jangni o'z foydasiga burib ketdi. Mana shu epizod sal meni qayiqtirgan edi. Yo'q, yaxshi, oxirida asablarni jilovlay oldi To'rabek Habibullayev. Ikkinchi raundni yutib olgan bo'lsa, nasib qilsa 3-raund Ribeiro oldinga yurishga majbur bo'ldi. Mana atayin e'tibor bering, boshni o'rtaga egib kelyapti. Boshini Habibullayevning oldiga, bu jarohat yetkazishi mumkin raqibga. Ikkinchi raund 4-1, 4-1 do'stlar. Bu raundni o'z foydamizga hal qildik. Birinchisi singari farq yanada yiriklashdi bu raundda va oxirgi raund haqiqiy chempionlik raundi. To'rabekda kayfiyat yaxshi. Braziliyalik sportchining yuzida ko'rishingiz mumkin. Mana bu yuz ifodasida kayfiyat unchalik yaxshi emasligini sezish qiyin emas. 3-raund boshlandi. Jeb qorin sohasiga braziliyalik sportchidan. Yaxshi, Habibullayev raqibimizga aniq zarba yo'lladi. Ikkilik zarba Habibullayevdan. Yana markazni egalladik. Yana dominantlik qilmoqchimiz. Habibullayev o'tkazib yubordi zarba, lekin mana bu yerda ishlayapti. Yana shu ayyorona harakatlari bor. Ushlab olyapti Ribeiro. Boshni ko'tarish kerak. To'rabek albatta rostdan ham To'rabek boshini egib qisqa masofaga kirib borgan edi. Butun arena qo'llab-quvvatlayapti To'rabekni va u tetikroq. Unda kardio yaxshi, jismoniy holati ancha yaxshi ekanligini ko'ryapmiz. Chap berib qoldi. Raqibning zarbasiga Ribeiro endi lucky punchni qidiryapti, lekin o'tkazib yubormoqda o'z zarbalarni. To'rabek hattoki oyoq harakatlari bilan biroz jig'iga ham tegib qo'ydi raqibni. Markazda jang davom etadi. Habibullayev. Bu yerda o'tkazib yubordik zarbalarni. Lekin bu hech narsa emas. Bosimni davom ettiryapmiz chap zarbasi. Nahotki referi inobatga olmaydi. Sal ortga tisarildi shu zarbadan so'ng. Mana bu klinch holatida qolishi ham bekorga emas. Nafas rostlab olyapti braziliyalik sportchi. Bir yarim daqiqa. Raundning ikkinchi qismi bu. To'rabek ancha yaxshi. Qarang, oyoq harakatlarini ko'rasizmi, qo'llarmi, hammasi unda tetiklik ko'rinib turibdi. Braziliyalik sportchi esa allaqachon o'zining omadli zarbasini qidira boshlagan. Bitta zarbada jangni yakunlab qo'ymoqchi, shunday qilmasa bo'lmaydi, chunki raundlar hisobida u yutqazyapti. Habibullayev chorlayapti o'ziga. 1 daqiqa qoldi. Zo'r jang. Habibullayev ochiq jangga qarshi emas. Referi mayli. Ortiqcha izoh bermaymiz. To'rabek shunchaki kutyapti. U oldinga borishga majbur emas. U yutyapti. Raqib kelish kerak. Ribeiro tezlashdi. Bunday ushlash mumkin emas. To'rabekni ancha jig'iga o'ynayapti raqib. Oz qolyapti do'stlar. Yaqinmiz. Yana bir chempionlikka yaqinmiz do'stlar. Javohir Umataliyev sal avval oltin medalni qo'lga kiritdi. Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev oltin medalni qo'lga kiritdi. Yana bir oltin medalga yaqin turibmiz. So'nggi soniyalar To'rabek nishonlashni boshladi. Bo'ldi. Bo'ldi do'stlar. To'rabek Habibullayev ham jahon chempioni. Oldindan tabriklayveramiz, oldindan aytaveramiz. Gennadiy Golovkin Aleksandr Usyk bilan birgalikda mana shu jangni kuzatdi do'stlar. Profboxning gegemonlaridan. Ayni vaqtda pound for pound reytingida toki bugun ertalab o'sha Canelo hamda Crawford jangiga qadar Usyk birinchi edi. Endi hozir Crawford o'zini pound for poundda men birinchiman deb aytayapti. Xullas kalom mana shu Profboxdagi eng zo'r janglardan biri. Usyk jangni kuzatib boryapti. Gennadiy Golovkin albatta u qo'shnimiz, o'zbek bokschilarini kuzatadi doimiy ravishda. Ladies and gentlemen, we're in the ring for bout 512. Your winner by a unanimous decision,
and new men's 90 kilo world boxing champion. And boxing out of the blue corner. To'rabek Habibullayev do'stlar. Tabriklaymiz. To'rabek yashshavor. Mana shunday qiyin jangda g'alabani o'ziniki qildi. Oxirigacha bordi, qo'rqmadi. Ochiq jangdan ham qochmadi. Ajoyib, tomoshabob va tempi yuqori bo'lgan jangni taqdim etdi. Olovli zarbalarni raqib ko'zi oldida yondirdi. Ajoyib sportchimiz, oltin medal barchangizga muborak bo'lsin do'stlar. O'zbek sportchilarining g'alabali odimi davom etyapti. Bugun mana shu dasturning o'zida biz 3 nafar, ya'ni bugungi kunduzgi dasturni nazarda tutyapman. 3 nafar sportchimizning oltin medalni qo'lga kiritganiga guvoh bo'ldik. To'rabek Habibullayev, Javohir Ummataliyev, Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev. Mana shu sportchilarimiz oltin medalni o'ziniki qilishdi. Ajoyib bo'ldi do'stlar. Yangi O'zbekiston, yangi g'alabalar, yangi avlod mana bu boksda, havaskor boksda do'stlar, yangi avlod oltin medallarni yurtimizga taqdim etishda davom etishyapti.